Necha yillardan shoferlik qilasiz? 35 yillar. 35 yil. G'izduvondan chiqasiz yoki Toshkentdan yo'lga chiqasiz. Asosan mayonezga aylanadigan xayollar yoki qanaqadir bir fikrlaringiz bilan bo'lishing, odamlarga shu qiziq ekan. Xayol shu nima yo'lovchilarni sog'-salomat manziliga yetishni xayol qilib chiqaman. Sog'-salomat ko'rib kelaylik, Xudo yo'l bersinlar bizga, shoferlarga, hammamizga, hamkasblarimizga. Shu bo'lib kelamiz, nabiralarni o'ylaymiz. Sog'inch bo'ladi, ha, baribir sog'inch. Uy sog'inchi. Xo'p, yangi shoferlik qilmoqchi bo'lgan shoferlarga qisqacha bir o'zingizni fikringizni aytsangiz, nimalarga ahamiyat berish kerak? Bu ishni o'rganish uchun qanaqa narsalarga, nozik nuqtalarga e'tibor berish kerak? Aslida ahamiyati shu yo'lga diqqat bilan qarash kerak. O'zingizni xayolingizni haqiqiy nima qilib jalb qilmaslik kerak. Ikki xayolingiz faqat yo'lga bo'lishi kerak. Rahmat. Hech nimani o'ylamasdan faqat xayollaringizni yo'lga bo'lish kerak. Yaxshi dam olib uxlab yo'lga chiqish kerak. Dam olib, miyani dam olib, to'ldirib chiqish kerak. 60 yillik shofer bo'lgan vaqtingizga mana shunaqa ko'rish turish nasib qilsin, bratan. Rahmat sizga. Ushbu videoni mana shunaqangi predanniy shofer akalarimizga jo'natib qo'yasizlar.